Odamlarga hayronman. Dajjolga ergashadi. Dajjolni peshonasida kofir degan so'z bo'ladi. Uni arabchani biladigan va bilmaydigan, xohlagan odam kofir ekanini o'qiy oladi. Lekin shunday bo'lsa-da, odamlar unga ergashadi. U kofir u. Peshonasida kofir degan yozuv bo'ladi. Uni arabchani bugun bilmayman degan odam ham o'qiy oladi uni. Lekin baribir ergashadi. Donishmandga bir yosh yigit xuddi shunday savol bergan ekan. Men odamlarga hayronman. Shunday ham qiladilarmi? Donishmand kulib aytgan ekan. Sigaretni ham ustida sog'liqqa zarar, bu rakka olib keladi. Chekishni to'xtatinglar degan juda ko'p gaplar yozilgan. Lekin odamlar